Lübu degan 3 urug'liq qo'l, bu nat, kalva, yuzsiz, sadaqasiz odam debdi. Unda esa Lübuning 3 urug'liq qul bo'lib qolishini biz odatlik odamlar bo'lsak, sizlar bo'lsanglar bo'lmamtanglar. Odatlik odamlar bu o'tgandan utalanti degan temada paranglashmoqlar. Oldinlarda o'tay Lübuning bu yerdagi shu otasini o'ltaganini men to'g'ri demoqchi emas, lekin 90% odam mushunda qilib qolishi mumkin. Masalan, eng oldindan Lübu yosh vaqtning o'zida bu yerdagi dunyoni tutdi. Dünyani tutqa vaqtning o'zida bu o'zining dadasini o'ltamgan jumla faqat dunyoning qo'llasiga kirib, yuqori amal mansabni deb dünyani tutqan. Bu xato emas-ku. Endi bu bir shirkat deb o'ylasak bo'ldi. Bu yerdagi dunyo degan bu loban, Lübuni akilib, mening qo'llastimda işte jinni bo'lib ishlaydigan, maosh bergan. Chunonlar bu yerdagi Lübu xizmat qilgan. Bu to'g'ri-ku. Endi Lübuninki bu vaqtning o'zida dunyoning quliga o'tib ketishi qarayli. Lübu dünyanın qo'llasidagi vaqtning o'zida buning odatdagi bir santana mashinasi bor-di. 1.5 qo'l qotliq. Ham buningki bu vaqtdagi oylik maoshi 5000 ko'y atrofida. Shuning bilan bu yerdagi dunyo deb no'yati bir katta boy loban kelib, buningga Falaliydan birini berdi yoki Rolls Royce'dan birini berdi. Mening shirkatim kelsang, ma mashinani san sovuq qilmasa oydaysa, oylik maoshingni biraqla 50 ming ko'yga ko'tarib berma. 10 nasl bo'tdi. Unda esa Lübu shu vaqtning o'zida dunyoning tutqatisini o'ltadi. Bu o'ltagini nima to'g'ri demoqchi emas, ha? Yana bir qatimda o'tay. Endi bu yerda ma shirkatni tashlab dunyoning quliga o'tdi. Shundami ya? Unda olsa sizlar o'ylab bakinglar, bu natijasini ko'rib, bu yerda Lübun tilg'am bilan bizning amaliy turmushimizda siz bir shirkatda 5000 ko'y maosh olatsiz, santana oydatsiz, yeni bir shirkat tuyuqsiz kiplar, sizning maoshingni 50 ming ko'y ko'tarib bermasning iqtidoring yuqorga. Menga kelsang, men Rolls Royce'ni berman, mana deysa desa, qaysinglar bir red qo'tasizlar. Men degan, yo'q, men bek sodiq ash o'zimning dastlabki bosh direktoriga bek sodiq, men o'shtinga ishlayman, oz maosh versin mayli, qo'lqut santana desam maylisini qilishingga bormayman deyolasizlar. Pinglunchida hayajonlanib, aqsonliq pinglun qilgan bilan 95% odam bu o'tkaldan hargiz o'tolmaydi. Noch mashina yuqori maoshini deb ma shirkatdan yeni bir shirkatga ketadigan muqarrar hodisa bu yerda Lübuni bek sonliq qilib ketmanglar. Ikkinchi bo'lib, endi bu yerda Lübuning Dungjoning qishiga kelgandan keyin amal mansibi o'sdi, oqsa mashinasi bo'ldi, yuqori maosh bo'ldi. Endi bunga nima kerak? Mashinasining fujashida o'ltirgan, xiysi va kivagan bir qizval kerak endi buningga. Har qanday qar shundaq-ku, pul topdi, mashina oldi, bu qilgandan keyin endi bu xotni olish kerak. Bu normal hodisa. Endi shu vaqtimizda Diyovchandek tangdoshsiz go'zalni berdi. Navbat sizlar bizga Dilraba, Gulnazardek emas, men rayonimizdagi bir tangdoshsiz bir sohib Jamal go'zalni deylik. Vayingda ham bir chiqib, sen bizning shirkatga kelsang, amal mansibing texim uysidu. Uning ma qizvalni olasan, mening qizimni desa, netchinglar bir red qila olasizlar. O'ylab beqinglar. Endi bu vaqtimizda Lübu Dungjoning qishiga kelgandan keyin Dungjoning yaxshi adab emasligini bu mis qilgan, shundami? Uning ustiga bu yerga chungung taklif buni kalsın juydu, sizning urug' nomlari degan Lü, u degan Dungjo, hammada munofiq deb sanavaslar, siz degan tangdoshsiz botir turib oshning qayqishamlar, uningdan voz kechib, matraq o'slar xotin malalaylar, ham xanqaqalig'i yaxshi nom qoldira olaylar desa, Lübu o'tmay qanday qildi? O Pinglunchida Lübun andaq mandaq deb tilg'ininglar bilan 99% tinglarning o'shunda qilsizlar. Tangsing jenida ayollar o'ltida ezib ketgan. Sizlar ozmamsizlarmi? Normal hodisa bu men deb qo'yay. Endi lekin yana bir qatim eskartib qo'ya, men Lübuning qilganini to'g'ri demoqchi emas. Lübuning Dingyonni, Dungjoni o'ltirib bunday o'tgan to'g'ri demoqchi emas, lekin odam bo'lgandan keyin 90% dan ortiq odam bu o'tganlardan boylik o'tkildan, sohib Jamal o'tkildan o'tolmaydi. Amal yo'q buningga. Pingunchul po'chilik qilganinglar bilan shu sizlar o'tolmaytinglar bu o'tgandan. Shuning uchun bu yerda Lübuning bu ushurg'lik qilib bu o'z otasiga sadoqatsizlik qilgani xato. Lekin Lübu hargizmi kalva emas. Nurg'ullah voy Lübu degan andaq dot meyon navzu bu deb ketibsizlar. Navadi Lübuning kallasi olsa, Dingyan buni o'z qishiga ishlatmaydi. Dungjo buni ata-aytan bir ot bilan setib olib, o'zining birinchi sanğını qilmaydi. Lübuning janglari qaranglar. Her bir jangda mayli lashkar ishiltish, mayli sap tuzish, mayli baliq qo'dash noit yomon. Kallasi barmaning. Dötadam unda qishni qilinmaydi. Aqo'lasidagi bir turkum sanğulli lashkarlarmi beka agashmaydi. Lübu bu vaqtining o'zi döt emas. Belki bunun qarşı düşmanları, mesela Sav deymiz, Liubey deymiz, bu vaqtdagi danışmanlar nait köp, hem nait aqlli.
Hem de tushundinglarmi?